Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. Bu qetimli haftalık istiqlal haberleri programımıza kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Xotan Keriya Arish yesidagi echinishli qirg'inchilik. Texi dunyoga ko'z ochmagan 6 nafar bovoq 27 dekabr juma kuni kechda Xotan Keriya nahiya Arish yesidagi Nurluq doktorxonasida Xitoy jallotlari tomonidan o'ldirilib elib etildi. İctimai uçur aloqa vositasi Facebook'ta 28 dekabr shanba kuni yo'llangan uchurda ma'lum bo'lishicha, Xotanning Keriya nahiyasi Arish yesida echinishli voqea yuz bergan. Xabardan qaraganda 27 dekabr juma kuni kechda Xotan Keriya nahiya Arish yesida Texi dunyoga ko'z ochmagan 6 nafar bovoq Keriya Nurluq doktorxonasida o'ldirilib elib etilgan. Uchurda yana majburiy elib etilgan bovoqlarning ichidan 9 oylik bo'lgan 2 bovoq tushirib etilgandan keyin midirligan bo'lsa-mu, bola tushirish operatsiyasini qilgan Xitoy doktorining bolaning qo'rsiqini besib o'ldirib etganligi ilgari surilgan. Mazkur uchurda yana yezining Avat ismli ayol yezi boshlig'i bilan Olim ismli kent qonun boshlig'ining birlashib shu yezi tavasidagi homildor ayollarni majburiy yiqqanligi, iqtisodiy ahvoli yaxshiroq kishilardan 20 mingdan 30 ming yuangacha pul berganlarning bolalarini saqlab qolganligi, iqtisodiy sharoit yo'q pul berilmaganlarning bolasini planliq tug'ut siyosati deb majburiy elib etganligi uqtirilgan. Uchurda yana 2012-yili mazkur yezi tavasidagi plandan ortiq farzand yuzi ko'rganlarga 28 mingdan 100 ming yuangacha jarimani qo'yib majburiy qo'l bostirilganligi, bularning ichidan 8 nafar dehqonning qo'yilgan jarimani to'lamadi deb so'lab qo'yilganligi, pul to'laganlarning qo'yib berilganligi, puli yo'qlarning hozirgacha so'loqda ekanligi va navbatda yana bu yezi tavasidagi barliq ayollarning tekshirilganligi ilgari surilgan. Aniqlangan uchurlarda yana Xitoy doiralarining bu qatimliq bovoq qatliamida bovoqlar ota-onasining hassilab jarimani to'lash talabiga pisand qilmaganligi haqida uchurlar tarqaldi. Sharq Turkistonda yana qatliam elib berildi. 30 dekabr Yakan nahiyalik saqchixonada Uyg'urlar bilan Xitoy saqchilari o'rtasida chiqqan to'qinishda 8 nafar Uyg'ur o'g'lani Xitoy saqchilari tomonidan naq maydonda etib o'ldirilib, shahid qilingan va biri qo'lga olingan. Xitoy xabar tori Tangritog'da berilgan xabarga ko'ra 9 kishilik bir guruhning 30 dekabr shu yer vaqti atigan soat 6:30 da Yakan nahiyalik saqchixonaga pichoq bilan hujum qilganligi va bir saqchi mashinasiga o't qo'yayotganligini bildirgan. Xitoy saqchilari bu hujumchilarga qaratib o'q chiqarish bilan 8 kishi naq maydonda etib o'ldirilib, shahid qilingan va biri qo'lga olingan. Turkiya Time Türk xabar torida Xitoy ishg'olchi kuchlari Sharq Turkistonda yashaydigan musulmon turk xalqiga o'zildirmay zulm selibli qolmasdan pat-patla cho'ng-cho'ng qatliamlarni elib bormoqda deb xabar berildi. Reuters axborot torining xabar qilishicha 31 dekabr seshanba kuni Sharq Turkistondagi Xitoy saqchi doiralari diniy radikallikni tashviq qilish va Sharq Turkistonda yuz berayotgan hujumlar bilan aloqasi bor degan tuhmat bilan yana 9 nafar Uyg'urni qo'lga olgan. Xitoy doiralari saqchilarining 30 dekabr dushanba kuni Qashqar Yakan nahiyasida 8 Uyg'urni etib shahid qilganligi bilan noyabr oyidan beri shahid qilingan Sharq Turkiston o'g'lonlarining soni 35 ga yetdi. Xitoy Xinhua axboroti 30 dekabr dushanba kechki xabarida dastlabki tekshirishda Osman Barat va Abdulg'ani Abdulqodir boshchiligidagi bir guruhning pash bo'lganligi va bu guruhning avgust oyidan boshlab diniy fikrdagi jihodiy sinalg'ular ko'rib kelganligini ilgari surdi. Ba'zi axborot dokumentlarining ilgari surishicha, Sharq Turkistonda aprel oyidan boshlab hozirgacha yuz bergan Xitoyga qarshi hujumlarda Xitoy doiralari saqchi boshliqlarini o'z ichiga olgan 91 kishi o'ldirilgan. Mushu ayning boshlarida yuz bergan Qashqar atrofidagi bir qatimliq voqeada Xitoy doiralari saqchilari 14 nafar Uyg'urni naq maydonda etib shahid qildi. Mazkur voqeada Xitoy saqchilaridan 2 nafari o'ldirildi. Tajovuzchi Xitoy doiralari Sharq Turkistonda yurgizayotgan zulm siyosatlariga qarshi maydonga kelayotgan jihodiy harakatlarni qiliplashtirilgan odati bo'yicha atalmış diniy radikallik va bo'lgunchi unsurlarga döngab kelmoqda. Xitoy doiralari bir tarafdan Yakanda yuz bergan qonliq to'qinishning ichki xabarlarini qattiq qamal qilsa, yana bir tarafdan axborot o'yini o'ynab butun dunyoning ko'zini bo'yashga urindi. Halbuki Xitoyning bu urinishi Amerikaning 30 dekabr Yakan voqeasiga bildirgan inkosi bilan sug'uchilashdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining muavin bayonotchisi Mariya Harf
30 dekabr muxbirlarni kutib olish yig'inida yakanda yuz bergan qonliq to'qinishni tilga olib inkas bildirdi. U bayonotida Amerika hukumati Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida yuz bergan bir qator voqealarga yaqindan diqqat qilyapti. Biz Xitoy hukumatidan davomli o'z fuqarolarining erkinligiga kafolatlik qilishini, fuqarolarning o'z noroziliklarini ochiq oshkora va tinch yo'l bilan ifodalash huquqiga yo'l qo'yishni chaqiramiz. Shundaqla o'z fuqarolarining o'ch elishidan ansirmaslikni tavsiya qilamiz. Mariya Harf monolarni ta'kidladi. Amerika hukumati yana Uyg'ur xalqini zo'rliq kuch usulini tanlamaslikqa, Xitoy xavfsizlik qismlarini o'zini tutib olishga chaqirdi. Mariya Harf yana 28 oktyabr Tiananmenga avtomobil bilan hujum qilish voqeasi haqida to'xtalib mundaq degan. Amerika yanada ko'zitish pozitsiyasida turmoqda. Hozirga qadar Amerika bu voqeani terrorlik hujumi deb bekitgani yo'q. Amerikaning Sharq Turkistonda yuz bergan qonliq voqealarga tutgan pozitsiyasi Xitoy tarafining kuchli noroziligini qo'zg'agan. Naq maydonda turgan bir nafar Xitoy muxbiri Amerika hukumatini Rossiyada yuz bergan Volgograd voqeasi bilan shu kuni yakanda yuz bergan voqeaga ikki xil o'lcham tutganligi bilan ayiblagan. Mariya Harf javob berib mundaq degan. Amerika bu vaqtda texi yetarlik uchur va dalil isbotga erishmay turib, aldiraqsizlik bilan hukm chiqarmaydi. Biz bu voqeaning orqaga uyushtirilgan real faktlarni to'plamoqdamiz. Biz bu ishga nisbatan o'zimiz mustaqil to'plagan faktlar bo'yicha muomala qilamiz. Xitoy bilan Yaponiya va Amerika o'rtasidagi tirkishish vaziyati haqida leksiya yig'ini o'tkazildi. İstanbulda faoliyat olib berayotgan Ma'rif jamiyati qarmog'idagi strategiya tadqiqot markazi har oyda bir qatim o'tkazib kelayotgan strategiya leksiyasining bu oyligi 28 dekabr shanba kuni kech o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati strategiya tadqiqot markazi har oyda bir qatim strategiya yig'ini o'rinlashtirib kelayotgan bo'lib, bu aylik strategiya yig'ini 28 dekabr shanba kuni kech İstanbul Zeytinburnu dengiz fanlari jamiyatining yig'in zalida o'tkazildi. Yig'in soat 7 dan 15 da boshlandi. Yig'inga shu rayonda turishliq nurg'un hamshahrilar qatnashdi. Yig'inga Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati muavin raisi, strategiya tadqiqot markazi mas'uli Abdul Ahad Ar riyosatchilik qildi. Bu qitimqi strategiya yig'inda Anqara Hojattepa Universiteti tarix fakulteti o'qituvchisi, strategiya mutaxassisi dotsent doktor Erkin Akram apandi Asiya Tinch okeanidagi Xitoy bilan Yaponiya va Amerika o'rtasidagi tirkishish vaziyati degan temada leksiya berdi. U leksiyasida Asiya Tinch okean rayonidagi siyosiy vaziyat, davolg'ushlar, Xitoyning bu rayonga isilib olishining siri, shundaqla zo'migarligi, xalqaro jamiyatning buningga tutgan pozitsiyasi qatorliq temalarda nihoyat atrofli to'xtalib o'tdi. Leksiya qatnashuvchilarining qizg'in savollari bilan oyoqlashdi. Leksiyaning tafsilotini to'rimizning munosabatlik bo'limidan ko'rib olasizlar. Xitoyninki sharq tarafga ichilishi. Agarda sharq tarafga ochilamasa, g'arbga ichilamasa, Xitoyning yuksalishi natayin. Bu nihoyat ochiq bir ahvol. Chunki har qanday bir kuch yuksalayotgan vaqtida cho'qim yeyilishga ehtiyoj bor. Yeyilgan siri kuchlandi, kuchlangan siri yeyildi. Ahiri yeyilib bir nokta kelgan chaqda cho'kib ketdi. Buni Paul Kennedy degan bir odam Amerikaningki bir mutaxassis 1985-yilda buni tushundirgan. Ya'ni bir keyingi 500 yilning ichida cho'ng davlatlarning cho'kishi va yuksalishi. Suriya yana qon ko'liga aylandi, 96 kishi o'ldirildi. Suriya diktatori Bashar Asadning g'aljir askarlari Suriyaning butun yezi qishloqlarida qo'zg'olonchilarga qarshi quruqlik va havodan qatliam elib bormoqda. Suriya diktatori Bashar Asad askari ittifoqining har kanat yezlarida qo'zg'olonchilarga qarshi quruqlik va havodan elib borgan qatliamida 23 kichik bola, 6 ayolni o'z ichiga olgan 96 kishi shahid qilindi. Suriya inson haqlari tashkiloti tomonidan e'lon qilingan bayonotda Asad rejimiga qarashliq askari ittifoqning Suriya doiralariga qarshi rayonlarga havan to'pi, raketa va urush aeroplanlari bilan elib borgan qatliamlarda poytaxt Shamning atrofida 37, Halabda 27, Humusda 17, Dar'ada 7, Idlibda 4, Deyruzorda 3 va Hamada 1 jami 96 kishining hayotidan ayrilganligi bildirilgan. Xabarda yana Suriya umumiy qo'zg'olon hay'ati tomonidan e'lon qilingan bayonotda Asad doiralari askari birligining poytaxt Shamda qo'zg'olonchilarning kontrolligida bo'lgan Duma, Yarmuk, Daraya, Barza, Qabun va Jobar rayonlarini raketa, havan to'pi bilan yo'tkilishchan raketalar orqali bombardimon qilganligi ilgari surilgan. Bayonotda yana Suriya havo armiyasiga oid tik ucharlarning
Halab va atrofini bombardimon qilayotganligi uqtirilgan. Yana bir tarafdan Suriya rasmiy xabar agentligi Sana bexatarlik qismlarining davlat miqyosida elib borgan harbiy harakatida nurg'un qurolli guruhlarni bartaraf qilganligini va qurol yaroqlarini yo'q qilganligini uqtirdi. Allahu akbar. عند تجمع الناس جرحى طفل جريح الله أكبر. İsrailiyaning Xitoyni qurol bilan ta'minlashi Washingtonning g'azabini keltirdi. İsrailiyaning Xitoy bilan maxfiy qurol savdosi qilganligi Amerikaning qattiq g'azabini keltirgan bo'lib, İsrailiyaning ko'zga ko'ringan bir nafar mudofaa mas'ulining iste'fo berishiga sabab bo'ldi. Al-Ankabut to'rining xabar qilishicha, Xitoy Isroiliya bilan maxfiy shaklda elektronlik ko'rish iqtidoriga ega ilg'or texnikalik Amerika raketasi savdosi qilgan. İsrailiyaning Xitoy bilan bo'lgan bu savdosi Amerika Qo'shma Shtatlarining qattiq g'azabini keltirgan bo'lib, İsrailiyaning ko'zga ko'ringan bir nafar mudofaa mas'ulining iste'fo berishiga sabab bo'lgan. İsrailiya Ma'rif gazetasining xabariga ko'ra, İsrailiya askeri mudofaa ministrligidagi harbiy eksport qismining raisi Amerikaning Isroiliya Xitoy qurol savdosi masalasida qattiq tekshirish elib borganligi sababli xizmatidan iste'fo berishga majbur bo'lgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Isroiliyaning Xitoyga maxfiy setib bergan ilg'or texnika rekord shirkati orqali yasaldigan kichik hajmlik to'ng'litish sistemasiga ega bo'lib, elektronlik ko'rish iqtidoriga ega qurol va raketalarni yasashga ishlatilgan. İsrailiya Arvetis Shefa to'rimi bir qancha dokladlarni naql qilgan bo'lib, u dokladlarning mazmunida Washingtonning mushundaq bir ilg'or texnikaning o'tgan yili o'zining atom yasashga ishiltishi uchun Xitoydan askariy asliha setib olishga uringan Iranning qo'liga tushib qolishdan qattiq andishlanganligi uqtirilgan. Rekord shirkati o'zining Tor adresida bu kichik hajmli to'ng'itish sistemasining ba'zi mudofaalash qurollarida ishlatilganligini ta'kidlagan. İsrailiyaning Xitoyga askariy asliha kirgizishida uzun bir arxiv borligi ilgari surilmoqda. Slovakiya Guantanamo turmasidagi 3 Uyg'urni qabul qildi. Slovakiyaning Guantanamo turmasida tutib turilgan 22 nafar Uyg'urning eng oxirgi 3 nafarini qabul qilishi Xitoyni qattiq sarosimaga soldi. Slovakiya ichki ishlar ministrligi mundaq dedi. Slovakiya Kubaga joylashgan Amerika Guantanamo turmasidagi mahbuslardan 3 nafarini qabul qiladi. Slovakiya ilgari 2010-yilda Guantanamo mahbuslaridan 3 nafarini qabul qilgan edi. Slovakiya bosh ministrligi o'tgan juma kuni boshqa 3 nafar mahbusni Slovakiyaga yo'tkazishning Yevropa ittifoqi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi kelishim doirasi ichida bo'lganligini va bu orqali xalqaro jadalga sabab bo'lgan Guantanamo turmasini taqash masalasida Amerika raisi Barack Obamaga hamkorlashishni maqsad qilganligini ilgari surdi. Ministerlikning bayonotida mundaq uqtirilgan: ilgirki qitimga o'xshash bu qitimmo burun terrorlik jinoyati bilan ayblanmagan kishilar yo'tkiladi. Bir bayonotchi Slovakiyaga yo'tkildigan 3 nafar mahbusning Sharq Turkistonlik Uyg'ur musulmonlari ekanligini ilgari surdi. Obama o'tgan hafta Guantanamo mahbuslarining yo'tkilishiga munosabatlik shartlarning yangilishiga qarata qurultayning chiqargan qaroriga rahmat etgan va lekin bu haqda texmo ilgirlagan holda qadamlar besilishi kerakligini uqtirgan edi. Qurultay Guantanamo mahbuslarining Amerika tuproqlariga yo'tkilishini cheklaydigan prinsipida ching turgan bo'lib, ularning birlashma sud mahkamalari oldida sudga tortilishi mumkin ekan. Hozir Guantanamo turmasida haqqida sud ochilmay tutib turilgan mahbuslardan 158 nafar bo'lib, bularning boshqa davlatlarga yo'tkilishi haqidagi qattiq shartlar Amerika doiralarining Guantanamo turmasini taqib etish yo'lidagi cho'ng to'salg'u bo'lib kelmoqda. Xitoy tashqi ishlar ministrligi 2-yanvar payshanba kuni Guantanamo turmasidagi oxirgi 3 nafar Uyg'urning Slovakiyaga o'rinlashtirilganligi haqida Amerikani tanqid qildi va 3 nafar Uyg'urni bexatarlikka haqiqiy tahdid elib keladigan terrorchilar dedi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi so'zchisi Chengang Slovakiyaga o'rinlashtirilgan 3 nafar Uyg'urni Beijing terrorchi jamoat deb e'lon qilgan Sharq Turkiston islom harakatining a'zolari dedi. Chengang muxbirlarga ular haqiqiy terrorchilar. Ular faqat Xitoyning bexatarligiga tahdid emas, balki ularni qabul qilgan davlatning bexatarligiga ham tahdid elib keldi dedi. U yana mundaq dedi: Xitoy mazkur davlatlardan ularga siyosiy panohlik bermasligini va eng qisqa vaqt ichida ularni Xitoyga qaytarib berishini umid qiladi. Amerika tashqi ishlar ministrligi Pentagon navbatda Slovakiyaga o'rinlashtirilgan Yusuf Abbas, Saidullah Xalif
va Hoji Akbar Abdulg'ufur qatorliq 3 nafar Uyg'ur Guantanamoda tutib turilgan 22 nafar Uyg'urning eng oxirgisidir dedi. Xitoy oxirgi kunlarda Sharq Turkistonda yuz bergan voqealar haqida Amerika Tashqi ishlar ministrligining Xitoy amonlik saqlash qismlarini o'zini tutib olishga da'vat qilganligidan norozi ekanligini ifodaladi. Beijing doiralari Sharq Turkistonda yuz bergan voqealarni har doim atalmış terrorchilarga ortib kelgan bo'lib, Amerika bu vaqtda Xitoy bexatarlik qismlarini o'zini tutib olishga chaqiriq qilgan. Chengang mundaq dedi: "Bu xil siyosat haqiqatni yo'qqa chiqaradi. Bu bir ojizlik. Biz Amerika Qo'shma Shtatlarini terrorizmga aloqador ishlarda qo'sh o'lchamlik siyosatidan voz kechishiga va zo'ravon kuchlarga xato signal berib qo'yishdan saqlanish uchun so'zi boshqa, amaliyati boshqa siyosat qo'llanishdan darhol to'xtashga da'vat qilamiz." Xitoy Sharq Turkistonda yumshoq qo'lliq qilib atamdi. Xitoy Boşun to'rida Xinjiangda kayni-kaynidan terrorlik voqeasi yuz berdi. Jiang Chunshanning yumshoq qo'lliq siyosati mag'lubiyatga uchurdi temasida e'lon qilingan maqolaga Uyg'ur faoliyatchilar raddiya qaytardi. İctimai uçur aloqa vositasi Facebook'dagi Uyg'ur uchurining xabar qilishicha, Xitoyning Boşun to'ri 2013-yil 12-oyning 31-kuni Xinjiangda kayni-kaynidan terrorlik voqeasi yuz berdi. Jiang Chunshanning yumshoq qo'lliq siyosati mag'lubiyatga uchurdi degan temada maqola e'lon qilgan va bir qism Xitoy analizchilarining ko'z qarashini o'ttirg'a qo'ygan. Mazkur uchurda ma'lum bo'lishicha, Xitoydagi bir qism Xinjiang masalasi mutaxassislari, mazkur xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoydagi bir qism atalmish Xinjiang masalasi mutaxassislari Sharq Turkistonning Qashqar rayonini terror voqealari ko'p yuz beradigan rayonga aylanib qoldi deb qarab, shu rayondagi saqchixona va saqchilarning hujum nishoniga aylanib qolganligini ilgari surgan va Sharq Turkistonda yuz bergan qarishliq harakatlarining uzluksiz davom qilishini Sharq Turkistondagi Xitoy partikomining boshlig'i Jiang Chunshanning Uyg'urlarga qarata yumshoq qo'lliq siyosatining mag'lub bo'lganligini bildirdi deyishgan. Xitoy analizchilarining bu xil ko'z qarashlari haqida to'xtalgan Markaziy Germaniyada bo'lgan Sharq Turkiston uchur markazining raisi Abdujalil Qaraqosh apandi Facebookda tarqatilgan uchurida mundaq dedi: Xitoy bosqinchilari Sharq Turkistonga tayinlagan Xitoy amaldorlar azaldan Uyg'ur xalqiga yumshoq qo'lliq qilib boqqan emas. Sharq Turkiston ishg'ol qilingan 64 yildan buyangi tarixga nazar soldigan bo'lsak, Sharq Turkistonda har bir Xitoy amaldor Uyg'ur xalqining haq, huquq va adolat talab qilgan va yoki norozilik bildirgan harakatlarini qonliq shaklda vahshiylarcha bostirib kelgan. Xitoy tajovuzchilari ishikni taqab, itni uy ichida dumbalash prinsipi bo'yicha voqea bo'lgan rayon bilan boshqa rayonlarni taltukis kesib etib, aloqasini uzib, voqea bo'lgan rayonda qonxo'rlarcha irqiy qirg'inchilik va tutqun qilish harakati qo'zg'ab, 100 minglab Uyg'urlarni o'ldirdi. Mayli Barin voqeasi, mayli G'ulji voqeasi bo'lsin, mayli Xotan voqeasi bo'lsin, mayli Urumchi voqeasi bo'lsin, bu voqealar o'xshash shaklda elib berilgan. Bu qirg'inchiliklarning o'rtaq alohidligi shuki, Uyg'urlarni 70 pushtig'icha qirib tashlash, naslini quritish, yuragini mujib tashlash, milliy ruhini va jangovarligini sundirishdir. Bu yil 7-oyda Sharq Turkistonga kelgan Xitoy amaldori Ming Janju Sharq Turkistondagi Xitoy tajovuzchi armiya saqchi qismlariga temir mush bo'lib, Uyg'ur xalqining isyonlarini bosh ko'targan hamon urush, bo'shkidili tunjuqtirish haqida yo'l yo'riq berdi. Xitoy tajovuzchilari tomonidan Sharq Turkistonga tayinlangan partikom boshlig'i Jiang Chunshan ham bu xildagi fashistik qonxo'r siyosatni jon pidolik bilan ijro qilib kelgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy bosqinchilari yanada buni yetarsiz bildi. Texmo qattiq bostirish kerak deb bildirlayotdi. Dunyoda buningdan ortiq zo'rlik, zo'mburlik bo'lamdi. ...2013-yili Sharq Turkistonda yuz bergan qonliq voqealar. Germaniya Uyg'ur uchur markazi 2013-yilda Sharq Turkistonda yuz bergan qonliq voqealarning biografiyasi haqida qisqacha ma'lumot berdi. 2013-yili Sharq Turkistonda Xitoy ishg'oliga qarshi har turli qarishlik harakatlari maydonga kelgan bo'lib, ijtimoiy uchur aloqa vositasi Facebook'dagi Uyg'ur uchurida 2013-yilda Sharq Turkistonda yuz bergan qonliq voqealarning biografiyasi haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Birinchi Poskam Ko'ybog' voqeasi. Bu voqea 2013-yili 8-oyning 23-kuni Qashqar Poskam noyasi Ko'ybog' yesida yuz bergan bo'lib, 6 nafar Uyg'ur etib etilgan, 20 nachisi yaralangan. İkinci Qağılıq Yılqıcı vaqası. 2013-yili 8-oyning 20-kuni Qashqar Qağılıq noyasining Yılqıcı yesida to'qinish yuz berib, 22 nafar Uyg'ur o'ldirildi, 4 nafar Uyg'ur tutqun qilindi, yaralanganlarning soni aniq emas. 3-Yangisar Uchar vaqasi.
2013 yılı 5. ayının 9. günü Qashqar Yangisar naisi Uchar yezida to'qinish bo'lgan bo'lib, 4 nafar Uyg'ur o'ldirildi, 16 nafar Uyg'ur tutqun qilindi. Yaralanganlarning soni aniq emas. 4. Maralbeshi Seriqbo'yi voqeasi. 2013 yılı 4. ayının 23. günü Qashqar Maralbeshi naisi Seriqbo'yi bozorida to'qinish yuz berib, 6 Uyg'ur etib etildi, 15 nafar Xitoy saqchisi o'ldirildi. 2 nafar Uyg'ur yaralandi va 8 nafar Uyg'ur tutqun qilindi. 5. G'ori cho'l voqeasi. 2013 yılı 6. ayının 3. günü Aqsu Avat naisi G'ori cho'l yezida to'qinish yuz berib, 12 odam o'ldi, nurg'un kishi yaralandi, 2 kishi tutqun qilindi. 6. Pichan Lükçün voqeasi. 2013 yılı 6. ayının 26. günü Pichanning Lükçün bozorida Uyg'ur erkinlik jangchilari Xitoyning saqchi va hukumat organlariga hujum qilgan. Voqeada 45 odam o'lib, 70 dan ortiq odam tutqun qilingan. 7. Xotan Xaneriq voqeasi. 2013 yılı 6. ayının 29. günü Xotan Xaneriq yezida Juma namozini yig'gan jamoat to'plashib, Xotan shahar ichiga qarab namoyishga manganda Xitoy doiralari saqchilar tomonidan o'qqa tutilib, 270 dan ortiq odam o'ldirilgan va nurg'un odam yaralangan. O'lgan va yaralanganlarning hammasi iz deraksiz yo'q qilib etilgan. 8. Yakan 26. sentabr Ondalliq voqeasi. 2013 yılı 9. ayının 26. günü Yakanning Ondalliq yezida Xitoy saqchilari bilan Uyg'urlar orasida to'qinish yuz berib, eng az 7 kishi o'ldirilgan, nurg'un kishi yaralangan va tutqun qilingan. 9. Xotan Qaraqash voqeasi. 2013 yılı 6. ayının 20. günü Xotan Qaraqash nahisida 7 nafar Uyg'ur pidoi Xitoy ishg'olchilariga hujum qilib, 7 nafar Xitoyni o'ldirgan, 2 nafarni yaralandirgan. Xitoy saqchi doiralari voqeadan keyin bu 7 nafar Uyg'ur yoshni tutqun qilgan va ular haqida sud ochganligi haqida ma'lumot bermagan. 10. Beijing Tiananmen voqeasi. 2013 yılı 10. ayının 28. günü Xitoyning poytaxti Beijingda Uyg'urlarning mashina bilan hujum qilish voqeasi yuz berib, 5 nafar odam o'lgan, 40 kishi yaralandi. O'lganlarning 3 nafari Uyg'ur, yaralanganlarning 11 nafari Xitoy saqchisi. Voqeadan keyin Xitoyning bir qism to'rbatlarida Sharq Turkistonda 57 kishining tutqun qilinganligi xabar qilindi. 11. Maralbeshi Seriqbo'yi voqeasi. 2013 yılı 11. ayının 16. günü 9 nafar Uyg'ur pidoi Xitoyning Maralbeshi Seriqbo'yi bozoridagi saqchixonasiga hujum qilib, Xitoyning 3 nafar saqchisini o'ldirgan. Hujumchilar Xitoy saqchilari tomonidan etib o'ldirilgan. Voqeada jami 12 odam o'lgan. 12. Qashqar Koni shahar Saybog' voqeasi. 2013 yılı 12. ayının 15. günü Qashqar Koni shahar Saybog' voqeasi yuz berib, 2 nafar Xitoy saqchisi o'ldirildi. 14 nafar Uyg'ur pidoi etib o'ldirildi. Öldürülgenlerinin 6 neferi ayal kişi. 13. Yakan Qalliq voqeasi. 2013 yılı 12. ayının 30. günü Qashqar Yakan nahisida Uyg'ur pidoilar bilan Xitoy saqchilari orasida Qalliq to'qinish yuz berdi. Voqea atigan sahar soat 4:20 yuz bergan bo'lib, qo'llariga palti pichoq olgan 9 nafar hujumchi Yakan nahilik saqchi idorasiga hujum qilgan. Hujumchilarning 8 nafari naq maydonda shahid qilingan, 1 nafari tutqun qilingan. Voqeada Xitoy saqchi tarafdan qanchalik odamning o'lgan va yaralanganligi noma'lum. Xitoy ishg'oliga qarshi harakatlar oxirgi zamonlarda texmo ko'payishga boshladi. Bu Sharq Turkiston xalqining Xitoy zulmiga qarshi qat'iyligining ifodasidir. Chekidan oshgan yo'lsiz siyosatlar, vahshiy zulm iskanjalar, diniy va milliy ma'rifga qarshi cheklamalar va chiroyli shuarlar ostidagi irqiy kamsitishlar oxirida Uyg'urlarni asta-asta asliga keltirmoqda. Öz dini, aziz milleti ve ona vatani uchun issiq qinini taqdim qilgan aziz shehidlarimizga Janobi Allohdan katta ajr, shundaqla ularning oila tavobiatlariga kuchlik sabr ato qilishini tilaymiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunda qilib bu qatimliq haftalik istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.